Assalomu alaykum, qaddi baland qadrdonlar, topilmas gavhar insonlarim. Tinchmisizlar, omonmisizlar? Barchalaringizga yaratgan Allohimdan sog'lik, tinchlik, omonlik, xonadoningizga fayzi baraka so'rayman. Yurtimiz tinchligini, elimiz obodligini so'ragan holda bugun tarix zarvaraqlariga yozilgan 3 opa-singilning jannati mo'tabar qadrdon insonlarning tavallud kuni etib belgilangan ekan. Rahmatli onajonimning opalari, Raqiya xolamning oxiratlari obod, joylari jannatda Allohimning jamolini ko'rishdek baxtga sazovor aylasin. Ishqilib, bilib bilmay qilgan xatolarini kechirishlarini so'rab qolamiz. Onajonimning singillari Ulbo'sin xolajonimni bugungi shukrona kuni bilan chin yurakdan tabriklab qolaman. Dunyo va oxiratdagi barcha yaxshiliklarni tilayman. Nevara-chevaralarining baxti kamolini ko'rib yurishdek baxtga sazovor aylasin. Shular qatori hoji onamning ham shukrona kuni, tavallud kuni bilan chin yurakdan tabriklayman.